Bugun milliy sertifikatda tushgan savol. Mana shu bizga kvadrat berilayotgan ekan, kvadratning ichiga aylana chizilgan ekan. Bizdan so'ralyaptiki, mana shu kvadrat perimetrini aylanani uzunligiga nisbatan toping degan savol tushayotgan ekan. Nima qilamiz o'zi? Mana shu kvadrat tomonlarni A deb belgilaydigan bo'lsak, bu holda perimetr nimaga teng bo'ladi? V kvadrat perimetr teng bo'ladi 4 ta ga. Buni topdik. Mana shu yerga bitta radius o'tkazadigan bo'lsak, mana bunga radius o'tkazadigan bo'lsak, r radiusimiz. R radiusimiz nimaga teng bo'ladi? Mana bu yerdan bitta radius o'tkazadigan bo'lsak, bu ham radiusga teng bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, ikkita rimiz a ga teng bo'lgan ekan. Bundan rimiz a taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Bo'ldi endi. Buni topishimiz kerak endi. Perimetrda p kvadrat perimetrini l a ga bo'lamiz. Ya'ni, hop, aylananing uzunligi. Demak, mana bu 4 ta ga teng bo'lyapti tepaga perimetri, aylanamizga 2 ta pi r. R o'rniga mana a taqsim 2 ni qo'yaman. Alarimiz qisqarib ketadi. Demak, mana buni qisqartiradigan bo'lsak 4 taqsim pi ga teng bo'lgan ekan. Bizdan so'ralayotgan perimetrda uzunlikka nisbati. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.